Endilikda yoshlarga garovsiz 15% kredit beriladi. Joriy yildan kelajak tadbirkori dasturi ishga tushiriladi va yosh tadbirkorlarga 7 yil muddatgacha 15% kredit ajratish boshlanadi. Xususan, o'zini o'zi band qilgan yoshlarga garovsiz 20 million so'mgacha, tadbirkorlik ko'nikmasiga ega bo'lib o'z biznesini boshlayotganlarga 300 million so'mgacha, faoliyatini kengaytirmoqchi bo'lgan yosh tadbirkorlarga 2 milliard so'mgacha, kamida 5 ta bitiruvchini ishga olganlarga esa 10 milliard so'mgacha kredit beriladi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bilan birgalikda Mening birinchi kasbim dasturi boshlanib, stajirovka dasturi asosida oliygoh bitiruvchilari o'rtasida tanlov o'tkaziladi va ularga oyiga 2 million so'mgacha stipendiya to'lash yo'lga qo'yiladi. Har bir hududda tadbirkorlikka o'qitish, g'oyani biznesga aylantirish, buxgalteriya, bank, marketing, ichki va tashqi bozorlarga chiqish bilan bog'liq kompleks xizmatlarni ko'rsatadigan yoshlar biznes inkubatori ishga tushiriladi. Joriy yilda Qoraqalpog'iston, Jizzax, Namangan, Surxondaryo, Xorazm va Toshkent shahrida, kelgusi yilda qolgan hududlarda bunday markazlar tashkil qilinadi. Videoni biznes boshlamoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborishni va spotga obuna bo'lishni unutmang.